Assalomu alaykum vatandoshlar. Podpischiklar, hammalar sog'omonmi, yaxshimisizlar? Mana bugun nasib bo'lsa bitta yaxshi sutlik molimizni qo'yib turibmiz sotuvga, 5-qo'ronga tug'ishi. Bachasi buqacha. Nasib bo'lsa tomoqga qarasangizlar bir 5-6-10 litrgacha sut beradi. Faqat hammasi tomoqdan. Juda zo'r mol, yuvoshgina, erkak odam sog'ib yurgan. Oyoq bu yoq ko'tarmaydi. Kimga agar shuni sotuvga qo'yamiz, narxini 300 million so'm deymiz. Kimga qiziq bo'lsa bitta molni tomosha qilinglar. Ana shu molimiz. Ana bu qachasi. Juda sutlik molda. Tomoqqa yaxshi qarasangizlar suti zo'r. Ana sigirimiz. Doston polon qayda? Ana shu sigirimiz ana. Kimga qiziqqanlar agar bo'lsa, sutlik sigir qidirib yurgan bo'lsa, 5-qo'ron juda yuvosh, sog'ishga qo'yadi. Narxi 300 million so'm. Moli xayr o'tib beramiz. Bachasi buqacha mana. Limuzin paroda qo'yilgan, duraga tug'ilgan. Rahmat ammalaringizga. Kimga shunaqa mol kerak bo'lsa, telefonga chiqasizlar.